Hammaga manzur keladigan unikalni bu qanaqa avtomobil bo'lishi mumkin? Bu ko'pchilik sevadigan BMW E34 bo'lishi mumkin yoki boshqarishda tengi yo'q E36 bo'lishi mumkin. Yana kimdir o'ldirib bo'lmas Mark 2 ni aytishi mumkin yoki afsonaviy Nissan Skyline GTR. Bunaqa taniqli nomga Geländewagen, Toyota Land Cruiser va yengilmas Audi Quattro olgan. Конечно, bu spiskamizga 60-yillarning muscle carlari ham kiradi. Lekin bu avtomobillar haqida alohida boshqa videolarda gaplashamiz. Bugun bo'lsa, men sizlarga bemalol hamma vaqtlar va haqlar uchun zo'r deb tan olingan avtomobil haqida gapirib beraman. Men ismim Shahzod. Bugungi heroyimiz Mercedes-Benz W120. Bu avtomobil yana bir karra tasdiqlaydi. Oldingi avtomobillar ishonchli, kачественный va bardoshli bo'lishgan. Loyihalashtirishganda Mercedes kompaniyasi butun kuchlarini ishga solishgan. Ularning niyati sedan avtomobillar orasida eng zo'rini ishlab chiqarish bo'lgan. Bilasizlarmi qanaqa shior ostida ishlab chiqarishgan Mercedes 124 ni? Ili eng zo'ri yoki umuman hech nima bo'lmasin deb chiqarishgan. Lobovoy shamol kesish koeffitsiyenti eng zo'ri bo'lgan. Yangi o'zgacha dizayn, birinchi bor orqa ko'prikchakli podveska, xavfsizlik bo'yicha o'zining yilida yetakchilardan bo'lgan. 124 uchun ishlatilgan mablag' shunaqa ko'p ediki, zo'rg'a o'zini qoplashga yetardi. Bundan keyingi E-Class W210 chiqqan. Mercedes ishlab chiqarishni razrabotkasiga xarajatlarni ko'paytirishni butkul to'xtatdi. Endi kompaniyani marketologlar boshqarishni boshlashdi. Keyingi modellarning razrabotkasi uchun xarajatlarni juda ham kam miqdorga tushirishdi. W124 birinchi bo'lib 1984-yil Sevilya vystavkasida ko'rsatishdi. Sotib oluvchilar hamda Mercedes markasini sevuvchilar orasida 124 rostakamlik furor uyg'otdi. Keyingi yillarda Mercedesni hali ham eng zo'r kupelaridan sanaladigan kupe versiyasi chiqdi. Dvigatel 220 ot kuchiga ega bo'lib, razgon 100 gacha 708 sekundda chiqqan. Dvigateli 272 ot kuchiga ega bo'lgan AMG atelesida o'zgartirilgan bu kupe versiyasi 100 gacha 7 sekunddan kamroq vaqtda chiqqan. O'sha yillarda AMG atelesi bilan sherikchilik shartnomasi tuzilgan. Shu yildan boshlab polni privodga oshiqqan Mercedes Formatic modifikatsiyasini chiqargan. Bu modifikatsiya bilan 124 hayotda bo'ladigan barcha holatlar uchun to'g'ri keladigan bo'lgan. Clearance 160 mm bo'lib, polni privod Mercedes juda ham ajoyib nidorojnikka aylangan. Hozirgi Formaticlar unchalik emas. Bunda Mercedes o'zini juda ham ishonchli his qilgan. Shunaqa qilib uzunlashtirilgan versiyasi ham chiqqan. 8 ta kishilik sedan. Bu varianti yana 80 cm kuzovni uzaytirilishiga olib kelgan. Bunaqa super limuzin 6 eshiklik bo'lib, yana to'liq o'lchamli sidenalar o'rnatilgan va bemalol salonga 8 kishini sig'dirish mumkin bo'lgan. Bu avtomobil faqatgina gostinitsa uchun va muhim shaxslarning uchrashuvlari uchun yaratilgan va yana boy insonlar o'zlarini hurmatliroq qilib ko'rsatish uchun bu avtomobillardan foydalanishgan. Bunaqa noyob avtomobil ko'p vaqtlar davomida esda qolarlik bo'lgan. Lekin 1990-yil Mercedeslar orasida brilliant bo'lib, Valchok nomi bilan mashhur bo'lgan Mercedes E500 chiqqan. Bu avtomobilni ko'pchilik eslashi bilan, shu jumladan meni ham xuddi yuragim to'xtab qolgandek bo'ladi. Men bu avtomobilni fanati bo'lganim uchun bu avtomobil haqida soatlab gapirishim mumkin. Kamroq gapirib, faqatgina eng muhim jihatlarini yoritib berishga harakat qilaman. Bu jonivor Mercedes hamda Porsche bilan hamkorlikda razrabotka qilib yig'ilgan. 5 litrlik dvigatel V8 moshinasida 326 ot kuchiga ega bo'lgan, razgonda 100 tezlikgacha 601 sekundda chiqqan. Bu avtomobilni yig'ilishi ham ajoyib bo'lgan. Kuzov Mercedes zavodida yig'ilgan, keyin Porsche zavodiga yuborilgan. U yoqda hamma kuzov elementlarini qo'yib, svarka ishlari qilingan. Keyin bo'yash uchun yana Mercedes zavodiga qaytarishgan.
Bundan keyin oxirgi sborka uchun yana Porsche zavodiga yuborilgan va bunda ham taniqlik Valchokning yo'li tugamagan. Uni yana Mercedesga qaytarishib, sotish uchun oxirgi ishlarni qilib, keyin xaridorlarga yetkazishgan. Bitta mashinani butun yig'ish jarayoni 18 kun davom etgan. Bu avtomobilni arkalarini kattaligidan, past profillik shinalari hamda oldi bamper tagida pavorotnik tumankalari, boshqacha blok faralaridan, o'zgacha bamper spoilerlaridan hamda boshqacha yon listlardan ajratish mumkin bo'lgan. Bu apparatning narxi oddiy 3 litrlik 120 ni ikkitasini narxi bo'lgan va S500 120 kuzovidan hatto BMW M5 Y43 dan 20% baland bo'lgan. Agar protsentda oladigan bo'lsak, eng ko'p o'g'irlanib ketilgan avtomobil desa ham bo'ladi. 5 yil ishlab chiqarish davom etgan bo'lsa, 10,5 mingta dona chiqqan. Hozirgi kunga kelib Y500 ni yaxshi sostoyaniyasidagisini topish juda ham mushkul ish. Hozirgi kunda originalnisi 25 mingdan 70 ming dollargacha narxlanadi. Yana ham qiziqarli faktlardan bittasi. Valchok 1998-yilgi Taksi filmida ham chiqqan. Ikkita shikarni Y500larda o'g'rilar shiddat bilan shahar bo'ylab politsiyadan qochib yurishadi. Film ssenariysidan kelib chiqib, aktyor bitta gap aytadi. Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах? Mercedes kompaniyasi kinoni sudga berib, aniq fakt bilan yutib, 2 million dollar undirdi. O'sha yillar har xil avto atelyeylari 124 ni ishtiyoq bilan tuning qilish yoqardi. U даже oddiy zavoddan shunaqa zo'r, kачественный bo'lib chiqardi. Tuning atelyeylariga bu xohlagancha o'zgartirish kiritishga yo'l ochib bergan. Eng yorqin misol keltiradigan bo'lsak, o'sha yillarni tuning atelyeysida chiqqan Brabus Y V12 703 SW124 dvigateli 703 azizlar, moshinisida 572 ot kuchiga ega bo'lgan, krutящий momenti 772 Nm ga teng. Dvigateli V12 600 talik Mercedesdan olingan va 703 объемgacha rastishovka qilingan. 703 kovanli porshonlar qo'yilgan. Yana ham mustahkam qilish uchun blokni o'zgartirishgan. Raspredval almashgan, havo kirish va chiqishini o'zgartirishgan va yana ko'plab narsalarni almashtirishgan. Bu maxluq 100 tezlikgacha 4-5 sekundda chiqqan. Maksimalniy tezligi bo'lsa 307 km/soat yurgan. Brabusdan chiqqan 124 Mercedes o'sha yillarni superkarlari bilan bemalol bahslashgan. Hattoki o'zini o'sha bazaviy 4 stupenchlik avtomat korobkasi ham unga og'irlik tug'dirmagan. Hozirgi kunda Brabus o'zini shou karlaridan bittasini sotuvga qo'ygan. U faqatgina 250 km yurgan xolos. Bu Mercedes-Benz 605 V124. Moshinisida 444 ot kuchiga ega bo'lgan, 100 tezlikgacha 605 sekundda chiqadigani. Bu chiroyli avtomobil ko'p vaqtlar davomida faqatgina Vistipkada yurgan. O'shaning uchun ham shunaqa kam kilometr yurgan. Yopiq auksionda uni narxi 180 ming dollardan boshlangan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 400 ming dollarga sotilgan. Unga qarab turib bitta gap aytsa bo'ladi. U shunchaki idealniy. Ishonchliligi, ishlanishi va chiroyliligi 124 Mercedesni butun dunyoga mashhur qildi. Albatta, bunaqa konstruksiyani shundoqqina yo'q bo'lib ketishi achinarli hol va 1997-yil uni konveyerdan olib tashlashgandan keyin koreyskiy kompaniya SsangYong qanaqa qilibdir Mercedesni rozi qilib 124 platformasida mashina chiqarishga litsenziya sotib oldi. Koreyskiy kompaniya SsangYong litsenziyasi bilan 124 platformasini o'zini shaxsiy avtomobili Charmanini chiqardi. Bu kattagina sedan Mercedes-Benz tomonidan 3.2 litrlik dvigatelga ega. Uni ot kuchi 220 qo'yilgan bo'lib, hamda podveska, transmissiya, rul upravleniyasi hamda tormoz sistemasi hamma narsasi 124 Mercedesdan olingan. Lekin kuzovi 124 ga umuman o'xshamaydi. Ammo balon arkalari ходовой части W124 bilan bir xil. Chunki o'laydigan, qotiradigan joylari bitta joyda joylashgan. Kuzovi bo'lsa originalniy deb tan olingan.
O'zini chiqqan vaqtidan boshlab nemislarning kompaniyasi bo'lgan Mercedes eng zo'r bo'lishga harakat qilgan va 124 ni ommaga taqdim etib, bu orzuga erishgan. Bu model ko'pchilikning yuragidan joy olib, 2,5 millionta avtomobil sotilgan va o'sha yillarning rekordini o'rnatgan. Mendan 90-yilni eng zo'r avtomobillari qaysi deb so'rashsa, o'ylab o'tirmasdan Mercedes kuzovi 124 deb javob bergan bo'lardim. Sizlar bilan admin Shahzod bo'ldi. Yana ko'rishguncha azizlar. Bir 1991-yil Jeneva avtosalonida Mercedesdan yangi flagman. Uni loyihalashtirishga 10 yil ketgan. Juda ham uzoq 10 yil sarflashgan. 81-yildan 91-yilgacha yangi biznes klassga vaqt ketgan. U juda ham o'zgacha va o'zini davrini eng shohonasi bo'ladi. Bu videoda sizlar nemislarning qaytarilmas chiroyini ko'rasizlar. Avtomobil ustini yoptiradigan matoni olib tashlashganda ko'rishga kelganlar lol bo'lib qolishdi. Chunki uni kattaligi hayratga solib qo'ygandi. U nihoyatda katta edi. 5 metrdan uzunroq, og'irligi 2 tonnadan oshuvroq. Bu o'zini klassida eng ulkan sedan edi. Unga qo'yilgan texnologiya va boshqaruvi hamma raqobatchilarini bosh egishga majbur qilardi. Aynan shu Mercedes 140 kuzovida birinchi bo'lib eshik davotchiklari, ya'ni eshikni o'zi yopadigan sistemasi ishlatilgan. Oynaning 2 qavatligi va hozirgi kunda oyna ko'tarayotganda qo'lli qismasdan qaytadigan sistemasi ham birinchi bo'lib W140 da ishlatilgan. Orqaga yurish uchun skorosni orqaga urganda bagajnikka 2 chetidan antennalar chiqqan. O'shan bilan bu laynerni gabaritini his qilish uchundir. Asal keyinroq bo'lsa Mercedes flagmaniga dunyo bo'yicha birinchi parktroniklar o'rnatildi. Butun dunyo aynan 140 Mercedesga rahmat etish kerak. Yon tomondan chiqadigan podushka bezopasnosti va tormoz stabilizatori uchun. Chunki haligacha butun dunyo shu sistemadan foydalanishadi. Shu va yana juda ham ko'p yangiliklar bo'lgan bu avtomobilda. O'sha davrda bironta avtomobilida bunaqa bejinimlik bilan maqtana olmas edi. Mercedes-Benz W140 S-Class. Bu S harfi Sonderklass degani. Sonderklass nemischadan maxsus klass deb tarjima qilinadi. Shundan ham bilsak bo'ladi. Bu yangi Mercedes flagmani ishlab chiqarish boshlanganda bir xil bosmaxonalardan shunaqa tanqidlar keldiki, sizlar o'ylab ko'ringlar, nima uchun? Haddan ziyod shohonalik va chiroylilik uchun azizlar. Sizlar yana qayerda ko'rgansizlar bunaqa avtomobilni? Gap faqatgina avtoni kattaligida emas, uni dizaynida edi. Liniya tekisligi vizual uzaytirishgandi. Dunyo qanaqa motor qo'yilishini eshitganda hech kimda shubha qolmadi. Raqobatchi avtomobillar aniq yeta olmasligiga. 5 ta har xil dvigatellar edi. Eng zo'ri maxsus shu avtomobil uchun ishlab chiqarilgandi. 6 litrlik V12 bo'lgan. Hatto shunaqa katta og'ir 140 talikni 100 tezlikgacha 6,6 sekundda chiqargan. Tasavvur qilish qiyin, lekin V12 dvigatellarini 408 ot kuchlisida Mercedes injenerlari to'xtab qolmasdan, ular 16 silindrli 8 litrlik 540 ot kuchlik maxluqqa chiqarishmoqchi edi. Ammo ekologiya normalarini hisobga olgan holda nemislar bu aqlga sig'maydigan ideyadan voz kechishdi. O'ylab ko'ringlar, agar bu dvigatelni chiqarishganda qanaqa shokka tushardi. Anu juda ham shohona deb maqola chiqargan odamlar. Bunaqa avtomobilli egalariga haddan ziyod shohonalik yoqardi. Mercedes 140 tali kattalarning ham sevimli avtomobiliga aylandi.
Bularning orasida arab sheyxlari, mega yulduzlar va albatta davlat boshliqlari edi. Butun dunyo bo'ylab bu avtomobilni sotib olishardi. Gidravlika amortizatorlari juda ham yumshoq yurishga sabab bo'lardi. Axir bu avtomobilni yaratishayotganda juda ham muhim omillardan bittasi ichidagi odam shampanskiyni bemalol ichib ketishga mo'ljallangandi. Salonidagi ovoz o'tkazmaslik klassida eng zo'ri bo'lgan. Bu faqatgina shumi izolyatsiya hisobiga emas, unda 2 qavat oyna ham bo'lgan. Ortopedический o'rindiqlar, xolodilnik, elektronikani qayerda ishlatsa bo'lsa, hamma joyida ishlatilgan. Eng qimmat ko'jadan qo'l yetadigan joygacha tortib chiqilganligi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Albatta, yangi Mercedes 140 talik bazasida uzaytirilgan variantlari ham chiqa boshladi. Bunda endi komforti eng oliy darajaga yetgan. Hatto Papa Rimskiy uchun ham alohida usti ochiladigan versiyasini chiqarishgan. Uni ismi Papa Mobil bo'lgan. 140 talikning xaridorlari o'ziga to'q insonlar bo'lishganligi uchun ko'pincha ularga yana ham xavfsizlik kerak bo'lgan. Mercedes kompaniyasi o'zini avtomobillarini ziriqli qilishga qodir bo'lgan. U hatto tegida 4 kilogramlik trotinlik bomba portlaganida ham ko'targan. Avtomat Kalashnikovdan o'q uzilganda ham chidagan va yana SVD snayperidan o'qi ziriqqa ham teshadiganini ham o'tkazmagan. Juda ham ko'p hollarda Mercedeslar o'zini klientlarini jonini saqlab qolgan. Eng ovozi bo'lgan joniga qasd qilish 1998-yilda Gruziyaning prezidenti Eduardo Shvarnadzega bo'lgan. Kechki payt prezident uchun chiqarilgan 140 talikda ketayotganda avtomatdan va granatomyotdan o'q uzilgan. Birinchi granatomyot o'qi mashinani oldiga borib portlagandi. Ikkinchisi borib kapotga tegib uni portlatib yuborgandi. Shunda ham Mercedes 140 talik to'xtamagan. O'zi yurib otishma joyini tark etgan. Salonga bo'lsa bitta ham o'q o'tmagan va prezident tirik qolgandi. Mercedes-Benz shu ondayoq Gruziya prezidentiga yangi 140 talik sovg'a qilgan. Ularni bronirованный avtomobillariga bundan ham zo'rroq reklamani o'ylab topishi iloji yo'q edi. Lekin mashhurlar orasida tragedik holatlar ham bo'lgan. 1997-yilda Fransiyada Mercedes avtomobili S-Class Parij yo'llaridagi beton blokka 100 tezlikdan ko'proq tezlikda borib urilgan. Bu qo'rqinchli avariyada 3 ta inson hayotdan ko'z yumdi. Mercedes haydovchisi Anri Pol, Misr milliarderi Didier Alfayit va Vels prinsessasi Diana. Bu butun dunyo uchun katta yo'qotish bo'lgan. Prinsessa Diana xayriya ishlari bilan juda ham jiddiy shug'ullanardi va xalqning mehrini qozongan edi. Keyinroq ma'lum bo'ldiki, haydovchi avtomobil boshqaruvini yo'qotishi sababi u mast holatda avtomobil boshqargan edi. Mercedes kompaniyasi aytdiki, afsuski hech qanaqa avtomobil konstruksiyasi mast holatda bo'lganlarni, yo'l harakat qoidalarini buzib haydaganlarni va albatta xavfsizlik kamarini taqmaganlarni hayotini saqlab qolishga qodir emas deb bayonot bergandi. Endi bo'lsa Sovet davriga qaytamiz. 90-yillar Sovet ittifoqi buzilishi, muammolar vaqti, o'g'rilik, bezorilik avj olgan payt Mercedes'ni bu kuzovini, motorini qanaqaligidan qat'iy nazar 600 deb aytishgan. Uni haydaydigan odamlarni jinoyatchi yoki yangi boylardan deyishgandi. Lekin ikkalasi ham bitta bo'lgan. O'sha paytda ko'p latifalar chiqqan. Mercedes va Zaporoj haqida. Ularning ko'pchiligi hayotdan olingandi va o'sha yillarda 140 talik Mercedes'ni 600 40 rubl yoki kaban deyishgan. Chunki uni og'irligi va kattaligi uchun shunaqa nomlar berishgandi. Banditlar bu avtomobillar oldida o'ynashish sog'liq uchun zararliligini bildirib qo'yishgandi. Vasiliy Kupsov 600 Mercedes degan kitob ham chiqargan. U yoqda bu avtomobil bosh rolda bo'lgan. Albatta, 140 talikni kinolarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Rossiyaliklar ishlagan ko'pgina filmlarning rollarida ham bu avtomobil banditlarga tegishli degan gap so'zlarni mustahkamlagan. Bu avtomobil Krot serialida chiqqan.
Banditskiy Peterburg, Tulskiy Tokarov va albatta Brigada serialida yorqin ko'rsatilgan. Bitta Mercedesni film jarayonida portlatishga ham to'g'ri kelgan. Ko'pchilik aytadi, Brigada filmi shu sahna uchun Mercedesga pul to'lagan deb. Chunki Mercedes 600 ag'darilmaydigan avtomobil bo'lgani uchun. Bu haqida aniq fakt topa olmadim. Agar kimdir anig'ini bilsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu ko'pchilik uchun qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Yana o'sha davrda beshafqatligini Silov degan kinodan ham ko'rishimiz mumkin. BMW bilan Mercedes qo'shganini bundan ham chiroyliroq nima bo'lishi mumkin? Dunyo kinolarida ham 140 talikni juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin. Mana bir nechtasi. Переводчик 2 filmida Jason Statham Mercedesda darvozani buzib chiqib ketadi. Boyib ket ili o'lib ket filmida 140 talikni mashhurlik va boylikni ko'rsatish uchun sotib olishgandi. С этой тачкой все тёлки мои. Lekin eng cho'tki 140 talik chiqqan joyi Miratvorniy filmida bo'lgan. Машина, конечно. CD-плеер, пуленепробиваемое стекло. Bu filmda 140 talikni o'zini og'irligi bilan BMW'ning ustidan kulib tashiydi. Mana endi tuning haqida. Bu siz bo'lmaydi-yu axir, to'g'rimi? Butun tarix bo'yicha har doim yetakchi bo'lib kelishgan. Bular AMG va Brabus. Ko'proq aynan shu atelyelardan har xil yillarda aql bovar qilmaydigan Mercedeslarni chiqarishgan. Aniq Mercedes W140 kuzovi ham bu atelyelar chetlab o'tishmadi. Brabus atelye yigitlari o'zi shundoq ham moshni bo'lgan 600 talik dvigatelni olib, uni o'sha davrda raketasi qilib 300 km/soatdan tezroq yuradigan qilib chiqarishdi. 12 silindrli dvigatelni rasishofka qilib 6 litrdan 703 litrga chiqarishdi. Ichida standart narsalarning o'zi qolmadi. Hammasi kalit qilingan va mustahkam ishlangan. Havo kirish, gaz chiqish, dvigatelni boshqaruvchi programmasi, sovutish tizimini faqatgina dvigatel emas, korobkani ham yaxshilashgan. Hatto orqa reduktorini ham o'zini kontrol sovutish tizimiga ega bo'ldi. Ulkan atmosferniy V12 dan 582 ot kuchi va 772 Nm krutyashchiy momenti bo'ldi. Bu 2 tonnadan ko'proq bo'lgan maxluqqa razgonda 100 tezlikgacha 4.9 sekundda chiqardi. O'sha paytda bu bir nechta superkarlardan ham tezroq edi. Salonini bo'lsa, qanaqa qilib o'zi shundoq ham zo'r bo'lganini yana ham yaxshilash mumkin. Lekin Brabus yigitlari buni qanaqa qilib ham uddalashdi. O'zi zavoddan hamma narsali bo'lib chiqqan 600 talikga Brabus tegilar salonini boshqatdan tikib chiqishdi. Oldi o'rindiqlarni podgolovnikiga kichkina monitorlar o'rnatishdi. Video magnitofon, faks qabul qiladigan apparatni orqa podlokotnikka qo'yishdi va yana juda ham ko'p mayda-chudalar qo'yishgan. Bunaqa Brabusni 90-yillarda narxi $400,000 dan boshlanardi. AMG'dagilar ham har doimgidek raqobatchisi Brabusdan orqada qolmadi. Faqatgina V12 dvigatelini AMG injenerlari tomonidan shunaqa mukammallashtirishdiki, u faqatgina 140 talik Mercedes uchun emas, balki poyga uchun chiqarilgan Mercedes chempioni bolidi Mercedes-Benz SLK GTR ga ham qo'yildi. Bu avtomobil haqida bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar. Bu avtomobilning ham o'zini ajoyib tarixi bor. 140 talikni bu dvigatelini yana 400 km/soatdan tezroq yuradigan Latex Series avtomobiliga ham qo'yilgan. Va yana Fransiyaning Megatreki birinchi va hozirgi paytda bitta dona bo'lgan Nidorojnik kupega va albatta juda ham taniqli bo'lgan Pagani Zondaga Mercedes V12si qo'yilgan. AMG atelyesidan Pagani Zonda uchun kuchaytirilgan bu V12 dvigateli 800 ot kuchini bergan. Juda ham ko'p bahslashsa bo'ladi. Qaysi yillarda Mercedeslar chiroyli bo'lganini, mustahkamligini, yangi texnologiyalarini.
Lekin hozirgi kunda aynan Mercedes S-klassi biznes klass avtomobillari ichida eng ko'p sotiladigan avtomobildir. Hozirgi kundagi yangi modellari bunaqa shon-shuhratga egaligini W140taliga rahmat etishlari kerak. Bitta gap bor. Oldin sen obro'-e'tibor uchun ishlaysan, keyin u sen uchun ishlaydi deyshadi. Shu uchun aynan 140tali takrorlanmas obro'-e'tibor olib kelgan. Keyingi S-klass avlodlari taniqli bo'lishi uchun. Men sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Shahzod bo'ldi. Menga o'xshab avtomobillaringizni sevinglar. Ko'rishguncha azizlar. AMG bo'limi bu avtogigant Mercedes ichidagi oddiygina bo'lim emas. Bu yoqda eng tez va eksklyuziv avtomobillarni chiqarishadi va avtosportda Mercedes-Benz sharafini himoya qilishadi. Bilasizlarmi, qaysi avtomobillar kichik bo'lgan tuning atelyeni bunaqa taniqlilikka olib kelgan? Sizlar bilan Shahzod, yaxshilab joylashib olinglar. Men sizlarga hozir hammasini gapirib beraman. Uzoq 1967-yilda Mercedes kompaniyasining sobiq injenerlaridan Hans Afferert va Erhard Micherlar injenerlik tez yuradigan Mercedes avtomobilini chiqarishni o'ylab qolishdi. Bu tuning ateli qayerda joylashgan deb o'ylaysizlar? Eski tashlandiq tegirmon Brukshdeyl qishlog'ida edi. Bu tegirmonning ichida ikki do'st qo'llari bilan yama qazishdi. Shu orada kompaniyaning nomini o'ylab topishdi. AMG. Bu boshidagi harflar injenerlarning familiyasining bosh harfi, oxiridagi G Grossbach. Axir tug'ilgan qishlog'i nomi edi. Birinchi poyga avtomobili Mercedes 300 CL modeli bo'lgan. Nima deb o'ylaysizlar? Luks bo'lgan, uzunligi 5 metrga yetadigan, og'irligi 1 tonna 700 kilogramm bo'lgan avtomobildan poyga bolidini poyga uchun qursa bo'ladimi? Hans va Erhard uchun bu muammo tug'dirmadi. Va mana bundan nima chiqdi? Hammasi motori shamanit qilishdan boshlandi. Yangi Porsche, yengil shatunli 603 motordan 608 litrga, выпускной kollektorni ham kattalashtirishdi, raspredvalni o'zgartirishdi va gaz chiqadigan gulishtilli qayrilishlarini to'g'irlashdi. Gaz chiqadigan tizimda yana davleniyaga qarshi kuchni ham ko'paytirishdi. Standartni 250 ot kuchi 428 ot kuchiga kuchaytirildi. Razgonda 100 tezlikgacha 4.2 sekundda tashkil qilardi. Maksimalniy tezligi 265 km/soatda tashkil qilgandi. Va bu hammasi 4 pog'onali avtomat korobkada. Bu ballonlarning kattaligiga ahamiyat berildi. Poygaga bu avtomobilni chiqarish qaror qilingan bo'lsa ham, salondagi komfortli elementlar saqlanib qolindi. Bular orqa o'rindiqlar, pnevmopodveska, eshikka bejirim kojasi va taxtadan ishlangan salondagi elementlar. U eng chiroyli va shohona hamda eng og'ir avtomobil bo'ldi poyga trassasida. Xavfsizlik kamari ham bu avtomobilga yana ham ustunroq bo'lishga olib keldi. AMG 300 SL bunaqa ko'rinishda boshqa raqobatchilariga qaraganda tez ko'zga tashlanardi. Uni yorqin qizil rangiga hamda juda ham shovqinli ovoziga qarab, yaratuvchilari uni qizil cho'chqacha deb atashgandi. U juda ham katta edi va u shinalarini hamda benzinni juda ham tez yeb tugatardi. 71-yil o'zini birinchi poygasida qizil cho'chqacha trassaga chiqqanda ko'pchilik poygachilar u qatnashishi mumkin emas deyishgandi. Chunki 70-yillar poyga avtomobillarida uzunligi, og'irligi hamda manyovrga juda ham yaxshiligi ustun edi. Mercedes AMG'ni ular raqib deb hisoblashmagan. Lekin qizil cho'chqacha kuruklarni nihoyatda bemalol bosib o'tishni boshlaganda juda ham ko'pchilik yuzidan tabassum qochdi.
o'zini klassida birinchi o'rin va hamma poyga yig'indisida ikkinchi o'rinni egalladi. 24 soatlik poygada bu sensatsiya bo'lgan. Hech kim tanimaydigan tuning ateljesi biznes klassda poyga uchun mo'ljallangan yengil kupelardan, bular Ford, Alfa Romeo va BMW dan ham o'tib ketgan. Qizil cho'chqacha juda tezda afsonaga aylandi. Bu poyganing natijasi AMG'ni hal qiluvchi nuqtasi bo'ldi. Shundan keyin buyurtmalar shunaqa ko'payib ketdi, dvigatelni kuchaytirishga, tormozni yaxshilashga va podveskani qayta ishlashga. Butun dunyodan bu ikki yigitga avtomobil olamida juda ham katta eshiklarni ochib berdi. Va lekin ular bundan foydalanishmadi. Ikkinchi tarixda qolgan AMG 1986-yili hamma yoqqa jar solgan modeli takrorlanmas afsonaning bazasida qurilgan. Mercedes 124 kuzovida 300Y 506 AMG bo'ldi. Dunyo bo'yicha birinchi sedan 300 km/soatdan tezroq yuradigan. Unga o'lmas V8 yordam bergan. Uni Hammer deb atashgandi. Bu tarjimada bolg'a deb tarjima qilinadi. Dvigateli katta bo'lgan S-Class 126 kuzovidan olingandi va uni juda ham jiddiy o'zgartirishgandi. Aynan bir vallik blokka unikalni o'zlarini loyihalashtirishgan 2 vallikka u 360 ot kuchini berardi. Bir yildan keyin uni 6 litrga rastashofka qilib 385 ot kuchigacha chiqarishdi. Unda 124 maksimalniy tezligi 306 km tezlikda yurgan. AMG 124 kuzovidan o'sha yillarning superkarlari ham qo'rqishardi. Sizlar 300 km/soatda qanaqaligini yana ham tushunishinglar uchun misol keltiraman. O'sha davrda hattoki superkarlardan Lamborghini Countach, Ferrari Testarossa yoki Porsche 911 turbolar ham 300 km/soatdan tezroq yura olmagan. 124 juda ham chotki aerodinamikasi o'zini ishini juda ham zo'r bajarardi. Superkarlarning tezligidan qo'rqmasdan bemalol yurishi uchun podveska va tormoz tizimi ham yana ham yaxshilashdi. Avtomobilga yana ham qattiqroq prujina va amortizatorlar qo'yilgandi. Qattiq bo'lgani ham bu rekordsmenni o'zini komfortini saqlab qoladigan darajada qattiqroq bo'lgan. Avtomobilni havoni yaxshiroq kesishi uchun boshqacha obves qo'yilgan. Bu super sedan haqida butun bor avto gazeta, jurnallari yozishgan. Bu modifikatsiyasi dunyo avtomobillarining orasida furor uyg'otgan. Chunki bu avtomobil faqatgina poyga yo'llari uchun emas, superkarlardan ko'ra bu avtomobilni har kuni yuradigan oddiy yo'llarda ham ishlatsa bo'ladigan bo'lgan. yillarning oxirlarida AMG va Daimler-Benz birlashishdi. Avtosportda ham rasmiy sherikchilik shartnomasi tuzildi. O'sha yillarda juda ham omadli, yana ham yorqinroq bo'lgan 190 tali Mercedes bo'lgan. Bu poyga uchun chiqarilgan AMG Mercedes kompaniyasi bilan birgalikda yig'ilgan. 88-yildan 93-yilgacha 50 ta DTM poygalarining g'olibi bo'lgan. Poyga uchun chiqqan bu modeli 373 ot kuchigacha mощности bo'lgan. 1992-yilda AMG jamoasi piloti Racing Klaus Ludwig DTM chempioni bo'ldi. Aynan shu modelda Elian Lor DTM etapida g'olib bo'lgan birinchi ayol kishi bo'ldi. Bu chempionatlarning reglamentiga ko'ra 190 talini oddiy yo'llarda ham yuradigan versiyasi ham bo'lishi kerak edi. AMGdagilar bunga juda ham jiddiy qarashdi va bajonidil unaqasini ham chiqarishdi. 502 ta oddiy yo'llarda yuradigan apparatni chiqarishdi. Ularning xarakteristikasi nihoyatda zo'r. Avtomobil Mercedes-Benz Y190 AMG 205/16 Evolution, keyin Evolution 2 AMGda yaxshilangan. 235 ot kuchiga ega edi. Unga jahldorroq obves va nihoyatda katta antikrilo bilan bu apparat razgonda 100 km-gacha 7,1 sekundda chiqardi. 250 km/soatiga yura olardi va yana 5 pog'onalik mexanik korobkasi G-Trade bilan maqtana olardi. Juda ham o'tkir rul, yoqilg'i bakini kattalashtirishgani, podveskalarini yengillangani va salonni Ricardo bejirim qilib bergandi. Hozirgi kunda saqlab qolingan Evo 1 hamda Evo 2 lar xususiy kolleksionerlarda. Shunaqa kolleksionerlardan bittasi o'zini Evo 2sini $700,000 ga baholagan. Mana qancha turadi afsonaviy kolleksiyadagi Mercedeslar. AMGning burilish nuqtasi 90-yillar bo'lgan. Daimler-Benz bilan shartnoma tuzilgan va kichkina bo'lgan AMG kompaniyasiga juda ham katta investitsiya kirib kelgan.
93-yilda shartnomaga asosan birgalikda loyihalashtirilgan avtomobilni ko'rsatishdi. Mercedes-Benz C36 AMG ni. Undan keyin Mercedes-Benz SL73 AMG bo'lgan. U butun Mercedes tarixi bo'yicha eng ulkan 703 V12 dvigateli qo'yilgan. Uni mощности 525 ot kuchi bo'lgan. Uni o'sha yillarni Ferrari va Lamborghinilar bilan bemalol raqobatlasha olgan. Keyinchalik bu dvigatel giperkar bo'lgan Pagani Zondaga ham qo'yilgan. Lekin bularning hammasi bir tiyin mama maxluqqa oldida. Mercedes FIA GT poygalariga juda ham jiddiy e'tibor beradi. Kompaniya u yoqda raqobatchilari bilan ko'rishishi yo'lini ko'rdi. U yoqda u Porsche, McLaren, Lotus hamda Ferrari bilan. Mercedes-Benz kompaniyasi AMG bo'limiga vazifa qo'ydi. Ular ekstremalniy poyga avtomobilini yaratishi va keyinchalik oddiy shahar yo'llarida ham yursa bo'lishi kerak edi. Va bu ekstremalniy avtomobil SLK GTR bo'ldi. 609 litrlik V12 dvigateli, mощности 600 ot kuchidan ko'proq. Bunaqa moshni avtomobilni AMG'dagilar hali qurishmagandi. Ularning yelkasida juda ham katta mas'uliyat yotardi. Ularni bu g'oyasi muvaffaqiyat olib kelmasa, butun bo'lim, hatto Mercedes-Benz kompaniyasining obro'siga ham putur yetardi. Dvigatel bazasi taniqli 140 tali Mercedes-nikidan olindi. Kuzovi boshidan oxirigacha uglerodniy voloknodan yasashdi. Korobkasi 6 pog'onalik sekventalniy poyga uchun mo'ljallangan. Shassisi Formula 1 bolididagidek. Podveskasi bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan. 2 kondalang qo'yilgan richaklar hamda keramik tormozlar qo'yildi. Bu injenerlik ideyani eng cho'qqisi edi. O'zligini ichida bu avtomobilni Silver Arrow, ya'ni kumush o'q deb atashardi. Va mana FIA GT fasli boshlanishi. Birinchi poyga ikkita avtomobil buzilishi, ikkinchi poyga yomg'ir va poygani vaqtidan oldin tugatilishi. Chunki ob-havoni o'ta yomonligi. Yutuq McLarenga nasib qildi. Uchinchi poyga yana muvaffaqiyatsizlik, avariya. Kompaniyaning rahbarlari tomonidan loyiha to'liq o'xshamaganligini aytishdi. Mana endi sezonning 4-poygasi va birdaniga dubl yutishdi. Va qanaqa yutuq! Eng yaqin raqibi McLarendan bir guruh oldin o'tib ketib yutgan. Keyingi poygalarda SLK ko'rsatkichlarni yana ham yaxshilab borardi. Avtomobil FIA GT poygasida ulkan afzallik bilan raqiblaridan juda ham oldinga o'tib ketib yutdi. Mercedes jamoasi poygalarda faqat oldinda yurardi. O'shanda Bernd Schneider g'olib bo'ldi. 1 yildan keyin avtopoygachi yana g'alaba qozondi. 98-yilda ham chempion bo'ldi. Keyinchalik Super Mercedes juda ham ko'plab poygalarni g'olibi bo'lgan. Oddiy yo'llarda yuradigan versiyasi bo'lsa, juda ham kam miqdorda chiqdi. Atigi 25 dona chiqqan. Bu poyga uchun chiqqan versiyasini amalatsiya qilish uchun chiqarilgandi. Lekin ozgina o'zgartirish kiritilgandi oddiy versiyasiga. Salonni koja bilan qoplandi. 3 nuqtalik xavfsizlik kamari o'rnatildi. Audio sistema, xavfsizlik yostiqchalari, stiklopodiyomniklar, gidrousilitel, rul yumshoqroq bo'lishi uchun, ABS sistemasi, ichkaridagi havo uchun konditsioner, antikrilo poyga versiyasidan boshqacharoq, kuzov bilan bitta bo'lib ketgandi. Faqatgina shular xolos. O'sha yillarda Mercedes-Benz SLK GTR seriyasi avtomobillar orasida butun dunyo bo'yicha eng qimmat avtomobil bo'lgan. 98-yilda bu avtomobillar narxi 1,5 million dollarni tashkil etgan. Aynan shu avtomobillar AMG bo'linmasini eng zo'r bo'lishga yordam bergan. Dunyodagi eng taniqli abreviaturalardan bittasi qilgan. Bunga har doim mощность, tezlik, obro' e'tiborlik bilan qarashadi. Men sizlarga AMGning super avtomobillarini hammasini aytganim yo'q do'stlar. Faqatgina 2000-yilgacha bo'lganlarini aytdim xolos. Sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy yozinglar. Yana xohlaysizlarmi shunaqa tarixlardan? Aslar bilan Shahzod bo'ldi. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha azizlar.
Xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar. Meni ismim Shahzod. Sizlar bugun tengi yo'q afsonaviy nidarojniklardan bittasi Gelendwagen haqida ajoyib faktlarni bilib olasizlar. Yoqsa like, kommentariy qoldiringlar. Qani bo'lmasam, ketdik. Avtomobillar orasida topish qiyin. Bunaqa ko'p sohada ishlatiladigan avtoni. Soldat, qonun himoyachisi, ralli reydlar g'olibi, qo'riqchi, sayohatchi, havas qilish uchun namuna, nomiga qo'shiqlar kuylangan, filmda aktyor, ko'pchilik sevadigan avtomobil afsonasi. Bu ro'yxatni cheksiz davom ettirishimiz mumkin. Shu uchun endi faktlarga o'tamiz. Gelendwagenning rasmiy tug'ilgan kuni 1979-yil deb aytishadi. Lekin razrabotkasi 1972-yildan boshlangan. Ularning maqsadi oddiy va buzilmaydigan ajoyib nidarojnik xarakteristikasi bilan chiqarish bo'lgan. Bilmayman, agar bu voqea va tezroq chiqarish kerak bo'lmaganda, yana qanchadan keyin chiqardi bu avtomobil. Shuhratparast Eron shohi Reza Pahlavi o'zini davlatini dunyoni ushlab turgan Amerika va SSRdan keyin 3-davlat qilmoqchi bo'lgan. Neft eksporti ulkan foyda keltirganligi sababli u buni qila olardi. 1975-yil Mercedes 20 mingta polniy privat nidarojnikka buyurtma oldi. Shoh orzulari amalga oshmadi. Islom revolyutsiyasi shohni qo'rqitib davlatdan chiqib ketishiga majbur qildi. Chunki u davlatdan chiqib ketmasa, uni o'lim kutardi. Mercedes ishongan bu buyurtma bekor qilindi. Shu bilan birga Gelendwagen Bundeswehr tenderida ham qatnashgandi. Germaniya Federativ Respublikasi qurolli kuchlariga ular Volkswagen 183 tanlashdi. Bundeswehr qarori birinchi navbatda Gelendwagenni yetkazib berish muddati uzoqligida hamda narxini qimmatliligida edi. Keyinchalik bilishdiki, harbiylar xato qilishganini. Barcha o'xshamagan ishlarga qaramay, Gelendwagenning taqdirida yashash bor edi. Avtomobilni kam partiyada politsiya xizmati, o'rmon xizmatchilari, dehqonlar, energiya to'g'rilaydiganlar va yana ozgina partiyasini chegara qo'shinlari sotib olishdi. Ana o'shanda Gelendwagen o'zining imijini uzoq vaqt davomida ekspluatatsiya qilinishini, o'lmaydigan avtomobilligini ko'rsatdi. Shundan keyin zakazlar yog'ilib ketdi. Faqatgina Germaniya armiyasidan emas, balki boshqa davlatlarning armiyasidan ham butun dunyo bo'ylab unga baho berishdi. Zo'r ishlashi va nidarojnikda bo'lishi mumkin bo'lgan xarakteristikasi juda ham yaxshi bo'lgan. Hozirgi paytda 20 ta davlat armiyasi ishlatadi Gelendwagenni. Mercedes bilardi, juda ham chidamli va ulkan salohiyatli avtomobil ishlab chiqarganini. Hamma sifatli narsaga o'xshab, uni ham ommaviy qilish kerak edi. Gelendwagenning zo'r nidarojnikligini butun dunyo bilardi. Lekin qo'shimcha reklama hali hech kimga zarar tegmagan. Konsern Mercedes-Benz qaror qabul qilishgandi. O'zini o'sha vaqtda mashhurlashtirayotgan avtomobilni Parij-Dakarda reklama qilishgan. Mercedes-Benz kuzov 280G aerodinamik turba bilan optimallashtirishdi va juda yengillashtirishdi. Alyumin detallar bilan yana ham yengillashtirishdi. Shunga qaramay motorni 220 ot kuchiga farsiravat qilishdi. 5-Dakar dasturida 1983-yilda bir kun ham dam olishga ruxsat berishmagandi. Ishtirokchilar 15 kunda Afrika bo'yicha butun bosib o'tish kerak bo'lgan distansiyasi 10,000 kilometrdan ko'proq edi. 10-tezlik yo'lidan keyin startdan chiqqan 213 ta avtomobildan 64 ta dona qolgan. Motopoygachilarning ham ishi zo'r bo'lmagan. 132 ta motopoygachidan 29 tasigina poygani davom ettirgan. Lekin Mercedes komandasi poygachisi Jack Hicksonning professionalizmi va Gelendwagenning ajoyib xarakteristikasi o'zining ishini ustidan chiqdi. Ralli marafoni Parij-Dakarda g'olib bo'lishganligi sababli Gelendwagenni yana ham mashhurroq qildi. Men o'ylaymanki, agar Gelendwagen haqida AMG atelyesini tilga olmasdan gapirsam, obzor to'liq bo'lmaydi. Tuning atelier AMG
Mercedes ichidagi sport va moshni seriyali modellarini tuning qilib chiqaradigan va Mercedes-Benz'ni poygalarda ham qo'llab-quvvatlaydigan atelyedir. 1967-yilda Daimler-Benz eski injenerlari tomonidan asos solingan. 1999-yilda Mercedeschilar kontrolli paket aksiyalarini sotib olgan. 2005-yilga kelib Daimler-Benz'dan alohida bo'lim qilib Mercedes AMG qilib chiqarishdi. Bu paketda tashqi ko'rinish jahldorroq bo'ladi. Yana ham ishlab chiqarish samarali, zo'r boshqaruvli, barqarorligi uzoqroq, uglerodniy voloknoni ba'zi Mercedes-Benz'ga nisbatan nihoyatda ko'p ishlatishadi. AMG dvigatellari o'zini markasida chidamli porshinlarga, vallaga, raspreyt valga, juda ham mustahkam blok silindri maxsus qoplamaga ega. Bir necha modellari faqatgina shu bo'limda chiqadi. Masalan, Mercedes-Benz SLS AMG. AMG G klassi xarizmini chetlab o'ta olmadi. 2002-yilda taniqli bo'lgan Geländewagen'ni birinchi AMG versiyasi ommaga taqdim etildi. G55 AMG 354 ot kuchlik dvigatel moshnasi bilan chiqdi. 2004-yilda bo'lsa G55 ga o'xshatib faqat kompressor bilan chiqarishdi. Uni moshnasi 476 ot kuchi bo'lgan. 2012-yilda G63 AMG taqdimoti bo'ldi. Uni moshnasi endi 544 ot kuchi bo'lib chiqqan. 0 dan 100 km tezlikgacha 5.4 sekundda chiqqan. AMG'ni toji bo'lgan Geländewagen bazasida yangi G65 AMG 630 ot kuchligi bo'lgan. Razgonda 100 km gacha 5.3 sekundda chiqqan. Bu butun dunyo bo'yicha eng moshni seriyali внедорожник. Bu maxluqning narxi hayratlantiradi. $285,000 dan boshlanadi. Внедорожник salonni koja detallar bilan tikib chiqilgan. Hech kim qaysi avtomobillarligini esdan chiqarib qo'ymasligi uchun hamma yog'iga eslatib turuvchi shildiklar qo'yib chiqilgan. Bu kuchli kubik V12 biturbo 6 litrlik motor bilan harakatlanadi. Gelik 5.3 sekundda 100 tezlikkacha chiqa oladi. Uni maksimal tezligi 230 km/soat tashkil qiladi. Agar xohlasangiz, kuzov rangini xohlagan rangingiz bilan chiqarib berishadi. Masalan, sariq, savzrang, qizil, siyoh rang va yorqin yashil bilan. AMG ajoyib avtomobillar ishlab chiqarishadi. 2013-yilda ular ko'rsatgan narsasi avtomobil dunyosini shunchaki hayratlantirib, xursand qildi. Arab sheyxlari buyurtmasiga ko'ra, Mercedes 6 ballonlik, hamma taraf tortadigan внедорожник maxluqqa ishlab chiqarishdi. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 AMG 6x6 tashqi ko'rinishi juda ham jiddiy hamda bittada bilinadi nimaga qurilganligini. Avtomobilda uchta o'siga ham diametri 37 dyuym bo'lgan katta ballonlar bilan jihozlangan. Portavoy o'z sababli yo'lning yoritishi 460 mm. Qing'ir-qiyshiq yo'llar bilan kurashish uchun unda 5 ta mexanik blok differensiali bor. Ballondagi havo davleniyani o'zgartirish uchun kuchli kompressor va 20 litrlik 4 ta havo oladigan ballon bor. Atigi 20 sekundda 0.5 davleniyadan 1.8 atmosferniy davleniyaga ko'tarib beradi. Bu hamma xarakteristikalar bilan Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 внедорожник xohlagan joyidan tiqilib qolmasdan o'tib ketishiga yordam beradi. Bunaqa 6 ta ballonlik внедорожник kompaniyani birinchi avtomobili emas. 2011-yilda shunga o'xshash avtomobilni Avstraliya armiyasi uchun yuborilgan. To'g'ri, ko'proq armiya uslubida, hech qanaqa chiroyli elementlarsiz. Armiya varianti 3 litrlik dizelli dvigatel va 5 pog'onali avtomat korobka bilan jihozlangandi. Oddiy xalq uchun oldin bunaqa avtomobillar qurilmasdi. Oddiy xalq uchun chiqqan versiyasi AMG V8 biturbo dvigateli bilan jihozlangan. Uning ob'yomi 5.5 litr bo'lib, 544 ot kuchiga ega. Bu dvigatel 7 pog'onalik avtomat korobka bilan ishlaydi. AMG 6x6 versiyasi vazni 3.8 tonnani tashkil etadi. Shu vazn bilan bu apparat razgonda 100 tezlikgacha atigi 6 sekundda chiqadi va 100 km ga 22 litr yoqilg'i sarflaydi. Saloni qat'iy 4 kishilik.
Ikkita shohona orqa o'rindiq elektr boshqaruvi bilan boshqariladi. Isitish, ventilyatsiya tizimi, video ko'rsa bo'ladigan ikkita ekran bor. Salonni yana bejirim qilib, ugli voloknodan detallar ishlatilgan. Sotuvga G63 AMG 6x6 varianti sanoqli kamyob bo'lib chiqqan. 2015-yilda bo'lsa uni ishlab chiqarish to'xtatilgan. Har bittasining narxi o'rtacha 450 ming yevroni tashkil qilgan. Mercedes xabar berishicha, AMG 6x6 varianti zavodda ikkinchi eng qimmat mashinasi bo'lib chiqqan. Birinchisi Supercar SLS Electric Drive bo'lgan. Uning narxi 460 ming yevro deb baholangan. AMG Driving Performance. Keyingi tarix sayohat uchun to'g'ri avtomobil tanlashi juda ham muhimligini o'rgatadi. Pishiq, ko'p joylardan o'ta oladigan hamda qulay, oddiy konstruksiyali, yana nima kerak sayohat qilish uchun? Dunyo bo'ylab ajoyib sayohat qilgan nemis Günther Holter o'zini turmush o'rtog'i bilan aylanib chiqqan. 1988-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz 300 GD'da sayohatni boshlashdan ozgina oldin sotib olgandi. 215 ta davlatda 900 ming kilometrni bosib o'tish uchun ularga 26 yil kerak bo'ldi. 1988-yildan 2014-yilgacha sayr qilishgan. Ular kartadagi har bitta davlatda bo'lishgan yoki har bitta mashinada borsa bo'ladigan davlatda bo'lishgan. Taniqli bo'lgan Mercedes-Benz Geländewagen ularga g'ildirakdagi uy vazifasini o'tagan. Otto Günther xuddi shunaqa deb nomlagan o'zini mashinasini. U Yevrosoyuzdan tashqari bo'lgan 411 ta chegaradan o'tgan, 41 marta konteynerda yurgan, 113 ta paromlarda suzgan. Otto bilan birga Günther ko'llarni, dengizlarni, qayiqlar turadigan portlardan o'tgan. Sayohatda ko'p vaqtini Günther turmush o'rtog'i Kristina bilan o'tkazgan. Ular birga 22 yil davomida sayohat qilishgan, toki Kristina rak kasalligidan 2010-yil vafot etgungacha. Uni o'limi yaqinlashganda Günther birga boshlagan sayohatni o'zi tugatishga so'z bergan. Mein Name ist Günther Holtorf. In meiner Hand liegt auf Otto. Otto, der Kind der Familie Holtorf mit dem O'zi Günther va Kristina Afrikani sayohat qilishga borishgandi. 5 yil Afrika shaharlarini sayohatdan keyin ular o'zidan o'zi Janubiy Amerikaga sayohat qilamiz deb qaror qabul qilishdi. Günther u yo'llarni yaxshi bilardi. Undan keyin ular Shimoliy Amerikaga borishdi, Osiyoga, Avstraliyaga va Yevropa davlatlariga. Günther birinchi bo'lib ko'pchilik borgisi kelmaydigan davlatlarga borgisi kelardi. Günther Mercedes-Benzga to'g'ridan-to'g'ri reklama bo'ldi. Günther Holter 215 ta davlatda bosib o'tishini sababi u qaysar tamojniklar va qiyin politsiyachilarning ko'ngliga yo'l topa olgan. U o'zining avtomobilini tuzata olardi. U hatto 5000 metr balandlikda Geländewagenni pachimligini almashtirgan. Ottoga keladigan bo'lsa, 890 ming kilometrni u bitta dvigatelda bosib o'tgan. Deyarli 900 ming kilometrni dvigatelni bir marta ham kaprimontsiz bosib o'tgan. Har doim bagajnikda qimmat bo'lgan 400 taga yaqin zapchastlar va Güntherni o'zi ta'mirlagani uchun u hech qachon yo'lda qolib ketmagan. Eng katta remonti Madagaskarda ketayotganda yo'ldan chiqib ketib ag'darilganda kuzov elementlarini alishtirishga to'g'ri kelgan. Aql bovar qilmaydigan sayohatning yakuni 11-oktyabr 2014-yilda Ottoning kalitini Daimler konseynerini raislaridan bittasiga berganda yakunlandi. Endi Otto Daimler kompaniyasini muzeylaridan bittasida Stuttgartda faxriy o'rin egallaydi. Eng ko'p davlatlarni ko'rgan avtomobil deb u yoqqa qo'yishdi. Geländewagenning talantlaridan yana bittasi u qo'riqchi ham deb tan olingan. Geländewagenlar juda ham ko'p davlatlarning boshliqlarini sapravajdeniyasida yuradi va ko'p hollarda bu avtomobil zirhli, ya'ni bronirованный bo'ladi. G-klass Mercedesning yagona avtomobili VR7 bronirovkasi bilan maksimal bronировать qilishadigani.
Gelandewagen brendirovka uchun juda ham mos keladi, chunki u xavfsizlik uchun chegarasiga ega. Konstruksiyada kesilmagan most og'ir panellarni ham ko'taradi va mina yoki granata portlaganda uzilib ketmaydi. Oynalarning tekisligi sabab eng qalin oynalarni ham qo'ysa bo'ladi. Boshqa oynasi qayrilib ishlangan avtomobillarda bunaqa qalin oynalar qo'yilsa, ko'rinishini buzib qo'yadi. Zirhlangan Gelandewagen prezident kortejida, arab sheyxlari avtoparklarida, o'zini hayotidan qo'rqadigan millionerlarda ko'rishimiz mumkin. 1981-yilda Papa Rimskiy Iyana Paulo II-ga joniga qasd qilishgandi. Uni u yoqda qorniga jiddiy shikast yetgandi. O'shandan keyin Papa Rimskiyga chiqariladigan mashinalarni hammasini zirhli qilib chiqarishdi. Brendirovka qilingan avtomobillardan bittagina gumbaz shaklida o'q o'tmaydigan qilingan Gelandewagen. Yana ham qiziqroq bo'lgan zirhli avtomobil Darts Tuning atelyesi ishlab chiqargan. Lotin amerikalik buyurtmachini buyurtmasiga binoan yasashgan. U inson ismini sir tutilishini istagan. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 to'liq to'plam bilan zirhlanib, apokalipsis avtomobiliga o'xshab jihozlandi. Shundan keyin V8 klassida zirhlangan avtomobilning og'irligi 5 tonnaga yetdi. Shunaqa qilib V8 5,5 litrlik dvigatelini bir balo qilib 1019 ot kuchigacha qilib yig'ishdi. Bu avtomobil uchun buyurtmachi $3 million to'lab, uni hatto rasmga olishga ham ruxsat bermadi. Shuning uchun bu rasmlarda kompyuterda ishlangan modelini ko'rishimiz mumkin. Bunaqa zo'r tashqi ko'rinishga ega Gelandewagenni kino syomkalarida rosa ham xush ko'rishadi. Gelandewagenni kinolarda asosan yomon odamlar yoki juda ham yomon odamlar haydashadi. Gelik nihoyatda ko'p filmlarda chiqqan. Juda ham yorqin qilib Gelandewagenni ko'rsatishgan. Bir ikkita filmni aytib ketaman. Krepki Oreshik 5 bosh rolda Bruce Willis o'ynagan bu kinoda boshqa avtomobillarning ustidan tez yurib o'tib ketadi. Игра на выживание. Bu kinoda salbiy qahramon chotki bo'lgan G63 AMG 6x6 da yuradi. Bosh rolda Michael Douglas. Единственный в Америке, 500 штук без учета налогов. Поехали. Hitman Agent 47 filmi avtomobilni quylayotganda gelik bo'lgan. Sen Yakudzi bosh rolda Steven Seagal o'ynagan. Bu filmda Steven o'zini shafqatsiz ko'rsatish uchun Gelandewagenda yuradi. Prevosходство Борна. Volga taksi bilan qo'sh Gelandwagen bilan ajoyib bo'lgan. Va yana ta'riflash shart bo'lmagan serial. Выгляни в окно иди. Думаешь, чей Геленваген стоит? Мой Геленваген стоит. Fizruk. Xonimlar va janoblar, endi e'tiborimizni bu yoqqa qaratamiz. Qaranglar, qanaqa gelik. Qanaqadir boshqacha, balkim tuning qilingan, balki qanaqadir tuning atelyesi uni ustida ishlagan. To'xtanglar, bu nima? Bu Xitoy yangi Nidorojnika BG 80. Mana nima bo'ladi bu ikki avtomobil kuzov elementlarini birlashtirsa. Taniqli Gelandwagen bilan Jeep'ni radiator reshotkasini va Land Cruiser Defender'ni oldi optika farasini bu boshqalar yangi avtomobilni kopiya demasligi uchun hamma mahoratlarini ishga solishgan. Xitoyliklar gap so'zlarga qaramasdan Shanxayda taqdimotini o'tkazdi. Tezda qarab o'tib ketsangiz, tuning qilingan Mercedes deb o'ylaysiz. Yaxshilab qaragandan keyin qotvorasiz. Qanaqa xitoycha tuning bu deb. Menimcha Gelandwagenning ko'p ishqibozlari buni ko'rganda jahllari chiqib ketadi. Birinchi navbatda bu avtomobilni Xitoy armiyasi uchun chiqarilgan. Keyinchalik oddiy xalq uchun ham chiqarishdi. Kapot ichida 4 silindrlik 143 ot kuchiga ega 2.4 motor qo'yilgan yoki 4 litrlik 6 silindrlik 200 ot kuchli motor qo'yilgan. Bunaqa ko'chirish dunyo bo'yicha sotuvda muvaffaqiyat keltirmaydi. Bu avtomobillar faqatgina Xitoy uchun ko'rsatilgan. Bular xitoyliklardan o'tib ketgan.
eng shirinidan oldin ozgina faktlarga to'xtalsak. Gelendwagen so'zi nemischadan tarjima qilinganda oddiy degan ma'noni bildiradi. Yo'l joylardan yuradigan deb ham beriladi. Ko'p davlatlarning politsiyachilari Gelikka ishlatishadi. Gelik konstruksiyasi parashyutdan tashishda bo'ladigan qilingan. AQSh armiyasi Hammer desantlarning vertolyotiga sig'maganligi uchun desantировать qilish uchun bir necha yuzta Gelik sotib olgan. Harbiylar uchun G-klass modellari dvigatel, bak va mostlarni mina portlaganda himoya qiladigan qoplam bilan chiqarishgan. Fransiya armiyasiga Gelendwagen Peugeot emblemasi bilan yuboriladi. Aniqrog'i Peugeot P4 deb. Eng uzun limuzin G-klass bazasida, uzunligi 10 metrga yetadi. Gelendwagen 1979-yildan boshlab deyarli qo'lda yig'iladi. Bitta dona Gelendwagenni yig'ish uchun 10 kuncha ketadi. Rossiyada Gelendwagenni arog'i chiqqan. Butulkada avtomobilni ko'rinish qilishgan. Yangi Mercedes-Benz G500 4x4 2 2015-yilgisi 230 ming yevro turadi. Mercedes-Benz unikalniy bo'lgan G63 AMG 6x6sini o'rnini bosadi. Gelendwagen G500 4x4 ancha yengillashtirilgan oldingisiga qaraganda. Mana endi tuning haqida. Ladies and gentlemen, it's going down, man. It's the moment y'all all been waiting for. Philadelphia Freeway, 454, DJ Slims. Ko'pchilik Gelendwagen egalari eksklyuzivniy bo'lishni xohlashadi. Shu uchun ular juda ham ko'p pul to'lashga tayyor. Eksklyuziv bo'lish uchun tuning kerak. Eng yangi avtomobil olamidagi modniy narsalar bilan. Ko'pchilikning og'zi ochilib qoladi. Bunaqa tuninglarning narxlarini eshitgandan keyin. Dunyodagi eng qimmat va ko'p pul tiqilgan Gelendwagenlar. Qani bo'lmasam, ketdik. 454 and I ain't talking about a Chevy. Out of left field and you fakes ain't ready. 2 months in and the name so heavy. No albums out, we already got ready. You grow where coach. Mercedes-Benz G65 AMG RT tuning qilib G-klassi sal enliroq qiladi. Boshqacha oldi bamper, unga spoilerlarning to'g'risini tanlab, patoshki svetlarini qo'yib, katta arkalar, zina bilan va yana orqa bamperga orqa stop chiroqlarini o'rnatilgan. Yana tanlash mumkin bo'lgan narsalardan orqa stop chiroqlari, X-neon oldi faralari, chidamli blok, ART-dan o'zgacha dizayn diskalari, gaz chiqish tizimi zanglamaydigan turbadan 6 ta 2 yonga chiqqan. Salonda qo'l bilan tegsa bo'ladigan hamma narsani koja bilan qoplashgan. To'pdagi G65 AMG Basadigi RT atelesidan mощность 750 ot kuch qo'yilgan. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 Carlson. Ko'pchilik aytishi mumkin, o'zi shundoq ham eksklyuziv avtomobilga yana ham eksklyuziv bo'lishi nima keragi bordi. Lekin Carlson atelesi mijozlariga har doim kamlik qiladi. Любой kapris za vashi dengi. Tarjimasi sizni pulingizga hamma injiqliklaringizni ko'taramiz deyishadi. Carlson shamarlari shunaqa dvigatelni nastroyka qilishdi, oddiy standartni dvigateldan qo'shimcha 106 ot kuchini ko'paytirishga ega bo'lishdi. Va bu 4 tonnalik nidorojnikka juda ham qo'l keldi. Umumiysi shunda 650 ot kuchiga ega bo'ldi. Bu super Gelikka saloni ham o'ziga xos qimmat jihozlar bilan jihozlangan. Salonda eng sifatli, zo'r bo'lgan koja va Alcantarodan buyurtma bersa bo'ladi. Panellarning joyiga karbondan yoki taxtadan qo'ydirish mumkin. Carlson atelesidagilar harakat qilishadi. Lekin Mansory atelesidagi bolalari AMG 6x6 ustida ulardan ham chuqurroq harakat qilishdi. Tuningda dvigatelni 540 ot kuchidan 860 ot kuchigacha chiqarishdi. Mansory injenerlari gapiga qaraganda, bu dvigatel razravodkasida poyga texnologiyasini qo'llashgan. Atelier mutaxassislari portion golovka va kolinvalni almashtirishgan. Ulardan tashqari gaz chiqish tizimini ham almashtirishgan. Ustida bo'lsa yangi boshqacha faralar qo'yilgan, yangi kapot, radiator reshetkasi, tuning atelier belgisini qo'yib va orqa bamperni o'zgartirib, oxirgi bo'lib karbon arkalari kattalashtirilib, oldida tom qismiga nakladkalar qo'yildi.
Mercedes-Benz G65 AMG Brabus avtolaysidan. Brabusda bo'lsa eng originalni bolalar ishlaydi. Gelik bazasida dunyo bo'yicha eng tez yuradigan ofis qurishdi. Ofis 8 ot kuchiga ega va o'zining multimedia sistemasi bor. Unda Mac Mini qo'yilgan. Apple sistemasi bilan ishlaydi. 0 dan 100 ga chiqishi bu ofisni 4,5 sekundda tashkil qiladi. Salonda bo'lsa xolodilnik, multimedia komponentlari, bekitilgan klaviatura va mishka uchun joy Mac Mini bilan ishlatishga. Agar bu ofisda sekretar ham bo'lsa, men hayron qolmasdim. Multimediadan tashqari Brabus 23 dyumlik balon uchun keng arkalar o'rnatishdi. Balandligini to'g'rilasa bo'ladigan Lichtenstein amortizatorlari polni o'zgartirilgan. Polni ham o'zgartirishgan. Eng qimmat koja va Alcantara bilan salon qoplangan. Va albatta maxluq Mansory atelesidan. Dunyo bo'yicha eng tezi, eng yorqini va eng qimmati. Aslida Mansory dvigatellarni yangi qilib chiqaradi. Galovkani, Porsche'ni, shatunlarni, Kalinvalni va nihoyatda ko'p detallarni o'zgartirishadi. Mansoryda V12 950 ot kuchiga ega bo'lgan versiyasi bor. 100 tezlikka 4 sekundda chiqadigan. Bu dvigatel bilan Nidaroshnik aerodinamikasi chimadandan sal yaxshiroq bo'lgani uchun ham maksimal tezligi 270 km/soat tashkil qiladi. Salon karbon detallari va kojaning eng sifatli, eng zo'ridan tikilgan. Kapotda havoni so'rish uchun katta teshik ochilgan. Stilli radiator reshotkasi, yangi orqa bamperi va 23 dyumlik balonlar. Chiroq diodlarini, arkalarini ham kattalashtirilgan. Bu gelikka har qanday shou karlarda planetani har qayog'ida yorqin qilib ko'rsatadi. Sizlarga Gelandewagen haqida gapirib bermoqchi bo'lganlarim shulardan iborat. Menimcha bu eng jozibali avtomobil haqida eng zo'r fikrlar bo'ldi. Men bu avtomobil haqida ma'lumot to'playotganimda amin bo'ldimki, bu o'zini klassida eng zo'r deb hisoblasa bo'ladigan avtomobillardan bittasi. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, kommentariyani yozib tashlaylar. Kanalda hali juda ham qiziq videolar chiqadi. Men ismim Shahzod. Ko'rishguncha, xayr azizlar.